Assalomu alaykum. Bugun men sizlarni iyul oyi skidkalari bilan tanishtirib chiqaman. Hozirgi kunda mana grifoniyamiz bizda skidkada. Bu grifoniya uxlashga yaxshi yordam beradi. Undan tashqari skidkada bizda Memo Prime. Yaxshi eslab qololmaydigan insonlar mana shuni ichishi kerak. Juda ham mega yaxshi oziqa berib, eslab qolish qobiliyatini yaxshilab beradi. Undan tashqari bizda Go to Cola degan mahsulotimiz ham skidkada. Va undan tashqari bizda eng sevimli bo'lgan kollagen promarinimiz ham skidkada. Va yana bitta mahsulot, bu bizda limfa chistkaga yaxshi yordam beradigan Limflow. Bu Limflow hozir skidkaga tushgan. Bundan foydalanib olish kerak. Chunki har bir inson limfa chistka qilsa, terlamaydi va terlaganda hid chiqarmaydi. Yana bitta mahsulotimiz hozir skidkada. Bu bizga Calcium Prime. Calcium Prime bizda karolatdan tayyorlanadigan kalsiy hisoblanadi. Va uni tarkibida kalsiy, magniy, marganец, kremniy bor, vitamin D va K2 vitamini ham bor.